Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan 3-darsimizni boshlaymiz va bu darsda bottonlarni birozgina optimallashtirish va shular haqida biroz ko'rib o'tamiz. Kelinglar, biz botimizni avval ishga tushirib olamiz. Dev holatida mana bu holatga ishga tushirib olamiz va botni ko'radigan bo'lsak, bot tayyor va bizga aytadi: "Assalomu alaykum, siz Satulloh pastdagi tugmalardan birini tanlang. Bu yerni tanlasak, bizga ushbu bot dangasa dasturish tomonidan yaratiladi." Kechagi ishimiz juda ham go'zal ishlayapti va mana bu yerda o'sha kodlar bor. Endi bu yerda yana bir nima desa bo'ladi, narsa bor. Ya'ni bir shunaqa bir metod borki, bu nima qilib beradi? Buning vazifasi bizga soddaloq qilib tushuntiradigan bo'lsa, callback query, ya'ni bosilgandan keyin Telegram serveriga, ya'ni javob qabul qilindi deb signal berish uchun ishlatiladigan xususiyat hisoblanadi. Ya'ni misol tariqasida bizda bo'lishi mumkin bu bot.answer, ya'ni savollar callback queries deymiz edi. Query'ning ID'sini unga nima qilamiz? Jo'natib beramiz. Va uning vazifasi bizda botning, ya'ni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, yakuniy qismi hisoblanadi ko'p holatlarda. Agar botni, ya'ni answer callback query'ni ishlatmasa, foydalanuvchi tugmani bosadi va hech qanday, ya'ni tasdiqlash signali bo'lmaydi deyapti. Soddaroq qilib aytganda, hech qanaqasi tasdiqlanmaydi yoki boshqa qilinmaydi. Endi bu narsani biz nima qilsak bo'ladi, ya'ni qanday qilib buni ishlatsak bo'ladi, to'liqroq qilib tushuntirib ber desangiz, birinchi navbatda xuddi shu mana shu holatda ishlatishingiz ancha sizga udobniy bo'ladi. Endi ikkinchi holati ham bor. Bu ikkinchi holati desa, biz message jo'natishimiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun bizda yana bitta button qo'shaylik. Albatta pastdan qo'shamiz va bu yerga esa buttonning vazifasi text bo'ladi. Ya'ni text bo'ladi. Bu prosta tak va bunga biz test deb yozib qo'yamiz. Shunchaki test uchun. Ortiqcha bir masshtab kerak emas. Va callback ham test bo'lsin. Lekin biz test buttonini ishlatmaymiz. Prosta mana bu turibdi, shu все. Endi mana shu holatni ko'ramiz. E'tibor bering mana. Bosdim qaytadan start va menga 3 ta button. Testni bossam menga nima deyapti? Hech vaqo javob qaytarmayapti. Ya'ni yana bosdim, yana hech vaqo bo'lmayapti. Ya'ni bu botni ishlamayapti degan mijozga nima bo'lyapti? Tushuncha paydo bo'lyapti. Endi buni qanday qilamiz? Biz aytamizki, ya'ni mana buni olamiz. Aytamiz, else holatda, ya'ni mana shu bosilmagan holatda esa bizga mana shu, ya'ni botning answer callback qismini ishlatishni aytamiz va undan keyin jingalak qaus ochib turib, bu yerga text yozamiz. Text va buning vazifasi, ya'ni mijoz qaysidir bosilgan button nimadir vazifa bajarmay qolsa, o'sha holatda ishlash uchun kerak bo'ladi. Endi buni ishlatish uchun siz tanlagan tugma, ya'ni mavjud emas, ya'ni siz tanlagan tugma test tugmasi desak ham bo'ladi. Misol yozaylik va virgul qo'yib keyingisiga aytishimiz kerak bo'lgani, ya'ni show alert, ya'ni alert qismi bo'ladi. Bu alert qismi, buni ham to'liqroq tushuntiraman. Ya'ni bizda ikki xil holati bor, true bor, false bor. Ya'ni true holatida, ya'ni buni to'liq sizga dokumentatsiyasini o'qib, mamnaqa deyman, sodda qilib aytaman. True qo'ysak yoki false qo'ysak nima chiqishini ko'ramiz. False qo'ydim nima bo'ladi? O'tib bosdim, mana testni bosdim. Aytibay nima deyapti? Siz tanlagan tugma test uchun deyapti. Ya'ni o'sha biza yozgan gapni aytyapti. Bu false qo'ygan holatimizda chiqadi. Ikkinchi holati bor, bu true holati, ya'ni true holat. Ya'ni alert holatda ko'rsataymi? Ya'ni biz bilamizki, HTML, CSS, JavaScriptda ya'ni alert anaqasi bor edi. Alertni bosganimiz bizga buttonning o'zidan, ya'ni saytning o'zidan chiqarib beradi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshagan holatda chiqadi true holatda. Ko'ramiz, endi bossak haligacha mana bu holatda chiqadi. Siz tanlagan tugma test tugmasi deyapti. Va buni biz bossak bo'ladi. Endi buni biz qayerda ishlatamiz? Tasavvur qiling, siz bir bot tuzdingiz va o'sha tuzgan botingizda shunaqangi holati borki, faqat bu kelajakdagi planlar uchun qo'yib qo'ygansiz. Lekin to'liq dasturni tuzib chiqmagansiz, faqat kelajakda qo'yib qo'ygansiz. O'sha holatlarga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun ushbu bot, ushbu anaqa, ya'ni button yoki buyruq ma'lum bir vaqtdan keyin ishga tushadi. Sababi mamnaqa deb turib, o'zingiz sabablaringizni keltirib yozib qo'ysangiz, bu ancha sizga nima bo'ladi? Udobniy bo'ladi va mijoz tushunadiki, demak bularda boti ozgina anaqasi bor ekan, ya'ni tuzatilish jarayonida ekan degan tushuncha bo'lib o'tadi.
xuddi shu holatlarda biza bularni ishlatishimiz va qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi qanaqadir xatolik kelsa, querydan yoki boshqa keladigan bo'lsa, o'sha holatlarni ham ko'rib chiqsa ham bo'laveradi. Ya'ni biron bir bizada xatolik bo'lib qolsa yoki boshqa bo'lib qolsa, o'sha holatlarni ham ko'rib chiqamiz. Yana bitta narsa. Misol uchun shu butonni bosgandan keyin siz unga qo'shimcha sifatida messenjer jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu albatta zen va ketish test tugmasini bosdingiz. Endi buni ukasi ham bilasizlar, bu ketish, ya'ni qanaqadir serverdan xatolik kelib qolsa, o'sha holatda ishlaydi. Mana ketish, server run va ketish bo'ldi. Mana ko'ramiz, testni bosdim, okey va test tugmasini bosdingiz deyapti. Yoki qaytadan tugma tanlang deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ya'ni qanaqadir bir message qo'shib jo'natish maqsadida ishlasangiz bo'ladi. Endi yana bir holatga ko'ramiz. Bu qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Biz buni ko'p ishlatsak ham bo'laveradi. Endi qanaqadir error kelib qolsa deylik, ya'ni else dan oldin yozamiz buni mana bu yerga yozamiz. Ya'ni else if holatiga yozamiz. Ya'ni queryning ichidagi data teng bo'lib qolsa nimaga? Errorga. Ya'ni bizaga kelayotgan error bo'lishi ham mumkin. Ya'ni error kelishi ham mumkin. Shu holatni ham oldini olish maqsadida answer callback dan foydalansak bo'ladi. Ya'ni shuni aytamiz, callback query dan foydalanamiz va ID'si deyapti, tekstda xatolik yuz berdi va shu ya'ni qanaqadir xatolik yuz bersa yoki boshqa keladigan bo'lsa, biz o'shanga ham nima qilamiz? Oldindan tayyorgarlik ko'rib ketishimiz kerak bo'ladi. Chunki datada ham qanaqadir xatolik bo'ladi. Men misol bosdim, men tanlagan tugma anaqa deyapti, lekin bizda qachonki xatolik ishlaydi, qachonki men biz o'tgan darsda ko'rgandik, query ichidagi data nima kelganda, error kelganda xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Bugungi darsimiz asosan shu. Qimmatli vaqtingizni olganim uchun uzr. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysiz degan umiddaman. Inshaalloh darslarimiz har doimgidek bizani GitHub'imizda bor. Va qo'shimchasiga Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lar edik anchagina. Yana mana bu yerda. Bu yerda har xil maqolalar va boshqa narsalar chiqadi. Dars haqida yoki video haqida qaysi kanalda hamma yo'q bor bo'ladi. Inshaalloh 30 bitamizni tezlashtiradi. Kelgan sizlarga alohida rahmat. YouTube'da 780 ta odam bo'ldik. Inshaalloh tez kunlarda 1000 taga ham chiqamiz degan umiddamiz va sizdan obuna bo'lishni so'raymiz xolos. E'tiboringiz uchun rahmat. Gaplashamiz.